Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mansard tomimizda ishlar yakunlanish arafasida. Burchaklar ekan ularni qo'yib qo'ysak, o'tdi olsa tepada bolalar ishlayapti. Yarim soat 1 soatlik ish qoldi. E'tibor beringlar. 8 ga 13 metrlik tomimizni mansard qilib berdik. Mana bu ustunlarda gipsokardon utublik bo'lib apishka bo'ladi. Tomonlari ham apishka bo'ladi, xudo xolasa. Mana ustundan bo'ladigan bo'ldik. O'rtasidan bo'lib qo'yamiz. Agar 8 metrga 4 metrlik xona, to'g'rida ham shu 8 metrga 4 metrlik xona bo'lyapti. O'rtasi kattagina hol bo'lyapti. Oldida balkonimiz bor. Eng past joyimiz 280 bo'ldi. Xudo xolasa nihoyatda chiroyli chiqdi. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolarni qo'yib boraman.